Assalomu alaykum. Sizlar bilan men, Safiya Gulamova, diplomli moliyachi. Ushbu videoda O'zbekistondagi individual investitsiya hisobi (IIS) haqida sizga batafsil aytib beraman. Uning ishlash mexanizmini, hisobni ochish tartibi, soliq imtiyozini olishning mavjud usullari, shuningdek, GoInvest ilovasining ichida uning amaliy qo'llanishini ko'rsataman. Individual investitsiya hisobi nima? Individual investitsiya hisobi bu jismoniy shaxslarning fond bozorida ishtirokini rag'batlantirish uchun ishlab chiqilgan maxsus brokerlik hisob turi. Ushbu instrumentning asosiy xususiyati jismoniy shaxslar daromad solig'i bo'yicha 12% miqdorida soliq imtiyozini taqdim etilishidir. Shunday qilib, IIS ikki funksiyani bajaradi: investitsion, kapitalni shakllantirish va boshqarish va soliq, fiskal yukni kamaytirish. Soliq imtiyozini olish mexanizmi. Soliq imtiyozidan foydalanishning ikki usuli mavjud. Birinchisi buxgalteriya orqali. Ish haqining bir qismi soliqqa tortilishdan oldin investitsiya hisobingizga o'tkaziladi. Bu holda soliq imtiyozi avtomatik ravishda qo'llaniladi. Ikkinchisi deklaratsiya orqali. Soliq odatdagi tartibda ushlab qolinadi, biroq yil yakunida investor deklaratsiya topshirib, ortiqcha to'langan soliqni qaytarib oladi. Ikkinchi holatda tizim kiritilgan mablag'lar asosida deklaratsiya topshirish uchun ma'lumotlarni avtomatik ravishda shakllantiradi. Belgilangan cheklovlar. Soliq imtiyozidan foydalanish uchun quyidagi shartlarni hisobga olish zarur. Maksimal yillik badal 100 mrodgacha. Maksimal bir martalik badal 20 mrodgacha. Mablag'larni saqlashning minimal muddati 12 oy. Agar mablag'lar muddatdan oldin yechib olinsa, soliq imtiyozi bekor qilinadi. Xalqaro amaliyot. Shunga o'xshash instrumentlar rivojlangan iqtisodiyotlarda keng qo'llaniladi. Xususan, AQShda investitsion va pensiya hisoblari mavjud. Masalan, 401k, IRA ular soliq imtiyozlari bilan investitsiya qilish imkonini beradi. Ushbu instrumentlar moliyaviy tizimga integratsiya qilingan va ko'plab uy xo'jaliklari tomonidan kapitalni jamg'arishning asosiy mexanizmi sifatida qo'llaniladi. O'zbekistonda IIS joriy etilishi ham xuddi shu yondashuvni aks ettiradi. Soliq rag'batlari orqali uzoq muddatli investitsiya madaniyatini shakllantirish. GoInvest ilovasida IISni ochish. Birinchi qadam. Akkauntlar bo'limiga o'tish. O'ng yuqori burchakda akkauntlar belgisi joylashgan. Uni bosgandan so'ng hisob ochish funksiyasini tanlash kerak. Uchinchi qadam. Hisob turini tanlash. Foydalanuvchiga ikki variant taklif etiladi: brokerlik hisobi va investitsiya hisobi. IIS ochish uchun investitsiya hisobi tanlaniladi. To'rtinchi qadam. Ochish usulini tanlash. Keyingi bosqichda ikki variant mavjud: deklaratsiya orqali ochish va buxgalteriya orqali ochish. Qo'shimcha shartlar. Interfeysda quyidagi cheklovlar ham ko'rsatilgan. Bir martalik to'lov 20 mroddan oshmasligi kerak. Yillik limit 100 mroddan oshmasligi kerak. Mablag'lardan foydalanish va daromad olish. Investitsiya hisobiga kiritilgan mablag'lar GoInvest ilovasida CapDepo brokeri orqali moliyaviy instrumentlarni sotib olish uchun ishlatiladi. Aksiyalar va obligatsiyalar. Daromad quyidagilar hisobiga shakllanadi: dividendlar, aktivlar qiymatining o'sishi, obligatsiyalar bo'yicha kupon to'lovlari. Shunday qilib, kiritilgan har bir summa investitsion daromad shakllanishida ishtirok etib boshlaydi. Referal dastur. Ilovada referal dastur ham joriy etilgan. Foydalanuvchi quyidagilarni amalga oshirishi mumkin: individual promokod orqali yangi foydalanuvchini taklif qilish, ularning faolligi uchun mukofot olish. Mexanika quyidagilarni o'z ichiga oladi: taklif qilingan har bitta yangi foydalanuvchi uchun bir martalik bonus yoki broker komissiya daromadidan foiz. O'rtacha taklif qilingan foydalanuvchilar operatsiyalaridan taxminan 5%. Individual investitsiya hisobi kompleks moliyaviy instrument bo'lib, quyidagilarni birlashtiradi: fond bozoriga kirish imkoniyati, soliq optimizatsiyasi, uzoq muddatli investitsiya intizomini shakllantirish. To'g'ri foydalanilganda, IIS investitsion natija va soliq samaradorlikni birlashtirish orqali umumiy daromadlilikni oshirish imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Va albatta, CapDepo brokeri orqali GoInvest ilovasida sinab ko'ring. Hammaga xayr!